Qo'shtepa tumanidagi 2-umumiy o'rta ta'lim maktabi negizida Jasorat maktabi faoliyati yo'lga qo'yildi. Maqsadi yoshlarni vatanga sadoqat, intizom va mas'uliyat ruhida tarbiyalashdan iborat. Davlatimiz rahbarining o'quvchi yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida tashkil etilgan Jasorat maktabiga qabul qilingan 26 nafar o'quvchilar ishtirokida tantanali va'da berish marosimi bo'lib o'tdi. Vatanga sodiqlik uchun va'da bergan o'quvchilarga ezgu tilaklar bildirildi. Harbiylar, ota-onalar hamda faxriylar o'quvchilarning ilk jasoratli qadamlariga guvoh bo'ldilar. Harbiylashtirilgan sinfda tashkil qilinganligi bu albatta juda ham bir quvonarli hol bo'ldi. Sababi hozirgi kunda muhtaram yurtboshimizni aynan harbiy sohalarga, xun muoza qiluvchi sohalarga bo'lgan e'tiborlari mana shu islohotlar natijasida o'zini samarasini ko'rsatyapti. Hozir mana biz shu aziz o'quvchilarimizdan qasamyodlarini qabul qildik. Albatta bulardan kelajakda yurtimiz tinchligi, osoyishtaligi, farovonligi va davlatimizni yaxlitligi, sarhadlarini qo'riqlaydigan yetuk mutaxassislar yetib chiqishlariga ishonchimiz komil. Biz mana shu farzandlarimizni mana shu Jasorat maktabiga kirishlari birinchi qaldirg'och bo'ldi bu yil. 26 ta xonadonlarda ham vatanparvarlik ruhi jo'sh urmoqda. Ularning ukalari ham mana shularga qarab harakat qilishmoqda. Nabiram kelajakda vatanimizga, xalqimizga sodiq farzand bo'lib, kamida general bo'lib chiqishiga umidvormiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga qarashli Farg'on akademik litsey jamoasining mardonavor chiqishlari yoshlarga ruhiy ko'tarinkilik ulashdi. Bugun biz qasamyod qildik. Qasamyotimizga sodiq bo'lamiz. Ko'chada ham, maktabda ham chiroyli yuramiz. A'lo baholarga o'qiymiz. Ustozlarimizni, ota-onamiz aytganini qilamiz. Jasorat maktabi bizga katta imkoniyat berdi. Bundan umumiy foydalanamiz. Har bir jamiyatning kelajagi albatta davlatning yetakchi kuchi yoshlar ta'lim va tarbiyasi bilan bog'liq. Jasorat maktabi o'quvchilari vaqti kelib jahonni hayratga soladilar.